Marras, nima aldab ketdingiz? Ko'rmayapsanmi ish qilyapmiz? Qo'y, nima qilasan? To'xtab tur. To'xtanglar, pullarni olib kelganman. Pullarni olib kelganman mana. Sizlarni aldab ketgandan keyin boshimga ancha musibat tushdi. Bor budimni sotib, shu pulni qildim. Qolgan pulni ertaga shotlaringga tashlab beramiz. Bu omonatlaring. Mayli. Siz sabab boshimizga qiyin ishlar tushib, kim do'st, kim dushmanligini bilib oldik. Ketdik. Men sizni chaqirtirishimdan maqsad bolam o'tib ketgan otangizni yaqin do'sti bo'laman. Bir ikki oldingizga bordim bolam. Xotirangiz tiklamagan ekan, meni tanimadingiz. Sizga otayman deb yurgan odam yaxshi odam emas. Nega unaqa deyapsiz? Avtohalokatga uchraganingizda, uy joylaringiz musodara bo'lib ketganida shu odamdan gumonim bor. Xotirangiz tiklangan sari esiga tushib qolar bolam. Eslayapman-u, eslasam qo'rqib ketyapman. Farhod aka, katta rahmat. Qiynalgan kunimizda ancha yordam berdingiz. Aka bizni aldab ketgan odam bugun pulni olib kelib berdi. Biz endi bir yaxshi bir biznesni boshlaylik aka. Sizga kattakon rahmat. Shuncha qiynalganimiz yordam berganingiz uchun aka. Xizmatlaringga rozi bo'linglar. Xizmat bo'lsa chetdaman, kelishaverasan. Rahmat.